Assalomu alaykum azizlarim, hammaga xayrli tong qizlarjon. Bugungi fayzli dushanba kuni barchamizga muborak bo'lsin qizlar. Haftani mana hafta boshidan boshlayman, oyi boshidan boshlayman deganlar uchun mana endi biz boshladik qizlar. Mana azizlarim, ushbu Drying mahsulotimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Drying effektimiz bu 6 xil giyoh o'simliklardan tashkil topgan bo'lib, tarkibi yalpiz, oponsiya, limongras, oq choy, meta bilan birgalikda mujassamlashtirilgan. Ta'mi ham juda ham yoqimli, muhita ta'mi miyatli ta'm keladi. Qizlarjonlar, shu bilan birgalikda siz aynan ushbu Drying effekt bilan butun organizmingizdagi yillar davomida yig'ilib qolgan shlak toksinlarni ketkazib va объемdan santimetrdan ozishingizga juda ham yaqindan yordam beruvchi produkt hisoblanadi. 100% halol va sog'liqni saqlash vazirligidan sertifikatlariga ega bo'lgan Energy